Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorini kuzatuvchilari. Hop, bizga mana yana yangi shpuntli polli taxtalarimiz keldi. Xudo xolasa shu taxtani holati, narxlari bilan video davomida tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin videomizga bir dona like bosib, tarqalib ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun bir donadan like bosib qo'yasizlar. Video davomida taxta haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hop, bu taxtamiz razmeriga keladigan bo'lsa, shpuntaking holati 9, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Quruq suxoy, zavodskoy, polli taxta, shpuntli. Holatlari yaxshi. Xudo xolasa, mana yo'llarda ham tushgan butog', o'tgan butoqlari yo'q. Katta qora sinadigan butoqlari ham yo'q. Mayda butoq. Xudo xolasa, holati yaxshi, chiroyli to'rtburchak. Ayrimlarda keyin ozmoz obzori bor. Xudo xolasa polga yopadi. Bunaqa polga yopmaydigan obzori yo'q. Xudo xolasa taxtamiz holati idealni. Mana randalari ham xudo xolasa chiroyli, idealni bir tekisda chiqqan. Mana shpuntlari ham chiroyli, bir tekisda ochilgan. Tig'lari ham yumaloq tig'da ochilgan. Xudo xolasa bir-biriga tushishga ham qiynatmaydi. Xudo xolasa sifati a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Hop, bu taxtamizning narxini donasini 33 ming so'mdan qilib beramiz. Razmeri shpuntaking holati 9, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Ishingdan chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori. Joylarimiz 2-darvozadan kirganda 3-yo'lning boshida 576-77-joy. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa kelishgan holda barcha joyga yetkazib beramiz. Bundan tashqari boshqa razmerlarimiz ham bor. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. 12li, 11, 13li har xil razmerlari bor. Xudo xolasa kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Ishingdan chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91 361 02 03.